Jinoyat olami kanalining qadrli muxlislari va sadoqatli obunachilari. Jahon detektiv asarlarining benazir yozuvchilaridan biri James Hadley Chase nomi kitobxonlarimizga yaxshi tanish. O'quvchini hamisha hayajonda ushlab turadigan bu noyob va favqulodda qobiliyat egasining o'zbek tiliga ilk bor Ibrohimjon Xalimbekov tomonidan tarjima qilingan Guvohlar bo'lmaydi nomli detektiv asari ham sizda katta qiziqish uyg'otishiga ishonamiz. Mazkur asar Gollivud shou biznesining eng yorqin yulduzi, kinoaktrisa Jun Arno xonim va uning barcha xizmatkorlari vahshiylarcha o'ldirib ketilishi sahnasi bilan boshlanadi. Bu dahshatli qotillik yoki qirg'in kim tomonidan va nima uchun amalga oshirilgan? Kinoaktrisaning o'limi kimga kerak bo'lib qoldi? Butun shahar ahli qalbini larzaga solgan bu ommaviy qatlning tirik guvohi bormi o'zi? Nima uchun shov-shuvli bu jinoyatni fosh qilishda faol ishtirok etayotgan politsiya serjanti O'Brien qasamyodini buzib, jinoiy to'daga sherik bo'lib qoldi? Nega jinoiy to'daning ashaddiy dushmani, prokuror yordamchisi Pol Konradning turmush o'rtog'i Jenni Konrad xiyonat ko'chasiga qadam bosdi? Xiyonat va jinoyat jazosiz qolishi mumkinmi? Asarning audio shaklini tinglash orqali shu kabi og'ir savollarga ziddiyatli va mutlaqo kutilmagan voqealar silsilasida javob topasiz. James Hadley Chasening Guvohlar bo'lmaydi romani. Tarjimon Ibrohimjon Xalimbekov. Aqlingni zo'riqtirma, dedi betoqatlik bilan Bardin. Sen balki hozir u o'rnidan turib, bu ishni qanday qilganini gapirib berishni xohlayotgandirsan. Balki uning egnida plash yoki shunga o'xshash biror narsa bo'lgandir. Nima farqi bor? Men uchun yetarli. Sengachi? So'radi Bardin. Bilmadim, norozilik bilan javob berdi Konrad. Hammasi shunday muvaffaqiyatli yechim topyaptiki, bularning barchasi soxta va uyushtirilgan bo'lishi mumkin. Jordan ismi sharifi aks etgan to'pponcha, pachog'i chiqqan mashina, o'z joniga qasd qilish, buning ustiga ko'r ham ko'rib qoladigan anava pichoq. Hammasi oldindan o'ylangan, tayyorgarlik ko'rilgan, bir tartibda qo'yib chiqilgan. Bular hammasi qandaydir shubhali, dedi. O'ta qiziquvchanliging uchun senga shunaqa tuyulyapti, dedi Bardin keng yelkalarini qisib. Bu haqda unut, bularning hammasi men uchun ishonarli. Demak, kapitan uchun ham. Agar Maurerni bu ishga tortishni xohlamaganingda, sen uchun ham ishonarli bo'lardi, to'g'rimi? Konrad chuqur xo'rsindi. Balki, mayli. O'ylashimcha, men uchun bu yerda hech qanday narsa yo'q. Boshqarma bilan o'zing bog'lanasanmi? Men yigitlarga shu yerdan qo'ng'iroq qilaman. Bu islohotxonani bir ko'zdan kechirishsinchi. Ular bu ishni boshlaganlarida men boshi ber ko'chaga qaytaman. O'sha yerda matbuotga intervyu beraman. Uyga qaytasanmi? So'radi Bardin. Konrad bosh irg'adi. Albatta. Baxtlisan-da, hech qanaqangi kechki ovqatlar yo'q, yoqimli uycha, uni obodonlashtirish bo'yicha shirin o'ylar. Konrad xonim yaxshimi? So'radi Bardin. O'ylashimcha ajoyib. Konrad javob berarkan o'z ovozi soxtalik bilan yangraganini sezib, ich-ichidan ijirg'andi. Konrad mashinani me'yordagi tezlikda boshqararkan, shahar markazi teatrlarida spektakl namoyishidan so'ng paydo bo'ladigan tirbandliklardan qochib, chet ko'chalardan aylanib o'tdi. U Jenni o'z tahdidini amalga oshirib ketganmi, agar ketgan bo'lsa qaytib kelganmi, tezroq bilmoqchi edi. Aynan hozir u haqda o'ylashni xohlamasdi, lekin u haqdagi o'ylar bostirib kelayotgandi. Konrad chekish uchun tormozni bosdi. Gugurt donasini irg'day otib, ko'zi tasodifan Grendal Avenue yozuvi aks etgan peshlavhaga tushdi. Qizni eslaguncha u deyarli ko'chaning oxiriga yetib qoldi. Jun Arno bilan uchrashuvi 19:00 ga tayinlangan Francis Colemanning yashash manzili Grendal Avenue 125 edi. U mashinani to'xtatib chetga oldi. Kimsasiz qorong'u ko'chaga u ma'lum muddat tikilib o'tirdi. Dok Holmes Jun Arnoning soat 7 ga yaqin o'lganini aytgandi. Balki Francis nimanidir payqashga ulgurgandir. U mashinadan chiqib yaqin oradagi dastlabki uyga yaqinlashdi. Uyning raqami 123. Konrad piyoda yurib 125-raqamli uy oldiga yurib keldi.
Bu qizil g'ishtli, baland, eski uy edi. Ayrim derazalarda hali chiroq o'chmagandi. U tosh zinalardan ko'tarilib, oynaband eshikdan ichkariga mo'raladi. Ichkarida zinapoyali keng dahliz bo'lib, unda keyingi manzara qorong'ulikka cho'mgandi. Konrad shlyapasini bo'yin tomon ortga surib, chuqur nafas oldi-da, dahlizga kirdi. Pochta qutilari unga manzilni aniqlashga yordam berdi. Fransis 3-qavatda yashardi. O'zinidan ko'tarilib, o'ta kir, titilib ketgan eshik yonidan o'tarkan, ichkaridan quloqni qomatga keltiradigan jaz musiqasi jaranglar. Bu musiqani shu darajada eshitishmasa bo'lmaydigan karlar bordek tuyuldi unga. Fransis xonim ismi aks etgan oq lavha 3-qavat maydonchasiga olib chiquvchi eshiklardan biriga yopishtirilgandi. Konrad eshik qoqmoqchi bo'lib qo'l uzatgan ham ediki, uning sal ochiqligini sezib qoldi. Baribir u eshikni taqillatib ko'rdi. Biroz turgach birdan u noxushlikni sezib ortga tisarildi. Balki eshik ortida yana bir jasad yotgandir, o'yladi u. Bir kecha u turli ko'rinishdagi 6 ta jasadni ko'rib ulgurdi. Konrad asablari taranglashib, sochlari tik bo'layotganini sezdi. U sigaret oldi. Olovni yoqib, qo'llari qaltiramayotganiga ishonch hosil qilgach, birdan kulib qo'ydi. U oldinga qadam tashlab eshikni ochdi va qorong'ulikka alangladi. Kimdir bormi? Baland ovozda so'radi u. Hech kim javob bermadi. Xonadan Kaliforniyaning qizil lola parfyumeriyasi hidi yengil anqib turardi. Konrad 2 qadam yurib, chiroqni yoqish tugmasini qidirdi. Chiroq yongach, u nafas olishni unutib qo'ygandek bo'ldi go'yo. Ammo bu yerda jasad ham, qon ham, qurol ham yo'q. Temir kravat, tortmali javoncha, stul va archadan yasalgan bufet joylashgan kichkinagina xona bor edi xolos. Atrofga nazar tashlab Konrad oldinga yurdi va bufetning eshiklaridan birini ochdi. Lavanda o'simligi isidan boshqa hech narsa yo'q edi u yerda. Pol eshikchani yopib, javon oldiga keldi va tortmalardan birini o'ziga tortdi. Bu yer ham bo'sh edi. Konrad bo'ynini qashlagancha yana bir bor atrofni diqqat bilan ko'zdan kechirdi va yelkasini qisib tashqariga yurdi. U chiroqni o'chirdi-da shoshmasdan o'yga tolgancha zinadan tusha boshladi. Pastda u Fransisning pochta qutisini ko'zdan kechirdi. Biroq u yerda ham hech narsa topa olmadi. Uning e'tiborini devordagi yozuv o'ziga tortdi. Uylar boshqaruvchisi yerto'la binosida. Nima ham yo'qotardim, deya o'yladi u va kir zinalardan pastga, qorong'ulikka qarab yurdi. Zina oxirida u nimanidir bosib oldi va pichirlab so'kindi. Kim bor? Chaqirdi u va paypaslab topgan eshikni itardi. Eshik ochilib, chiroqning nuri uning yuz ko'ziga tushdi. Hamma joy band, do'stim. Kimningdir past ovoz eshitildi. Bu kovakda odam itdagi burgadan ham ko'p, dedi yana. Konrad kravat, stol, bir juft stul qo'yilgan va devoriga ancha oxori to'kilgan gilamchi ilingan kichkina xonaga nazar tashladi. Stol yonida yangi kalta ko'ylakda semiz bir kishi o'tirardi. Og'zida o'chib bo'lgan sigara turardi. Stol ustida esa o'yin qartasi sochilib yotardi. Sizda 3-qavatda bo'sh xona bor shekilli, shundaymi? So'radi Konrad. Fransis xonim xonani topshirgan, dedi yana. Kim aytdi? Men hozir o'sha yerdan tushdim. Xona bo'sh, narsalar ham yo'q, dedi Konrad. Siz kimsiz? Konrad nishonni ko'rsatdi. Shahar politsiyasi, dedi. Baqaloq istehzo bilan kulib qo'ydi. Fransis ketganini men bilganim yo'q, javob berdi u. Ertalab u shu yerda edi. Bir tomondan yaxshi bo'pti. Bo'lmasa ertaga uni tashqariga chiqarib qo'yishimga to'g'ri kelardi, dedi. Nega? So'radi Konrad. U hushtak chalib xo'rsindi va ko'zlarini uqaladi. Sababi oddiy. U 3 haftadan buyon menga xonaning ijarasi uchun to'lagani yo'q. Konrad o'ychanlik bilan unga tikildi. U haqda nima bilasiz? U bu yerga qachon ko'chib kelgan edi? 1 oy avval. U kinoda statist bo'lib ishlashini aytgandi, dedi. Baqaloq qartalarni yig'ib olib, ularni aralashtira boshladi va so'zni davom ettirdi. U Gollivudda arzonroq boshpana topa olmagan. Har holda o'zi uchun hamyonbop uy topmagan. U yoqimtoy qiz. Agar mening qizim bo'lganida shu qizga o'xshagan bo'lishni xohlardim. Yoqimtoy, istarali, vazmin va tarbiyali, dedi. Uy boshqaruvchisi yelkasini qisib gapini davom ettirdi. Lekin yonida bir marra ham yo'q. O'ylashimcha, bundan yomon narsaning o'zi yo'q. Men unga uyga qaytib ketishni maslahat bergandim. Biroq u eshitishni ham xohlamasdi. U ertaga albatta to'lashni va'da bergandi.
Bunday bo'lmaydi shekilli, to'g'rimi? Dedi yana u. Shunaqaga o'xshaydi, ma'qulladi Konrad. U birdan o'zining qattiq charchaganligini sezdi. Bu ishsiz statist qiz nega Jon Arnoga qo'ng'iroq qilgan ekan? O'yladi u. Qorovul ta'magirlik qilib darvozadan u yog'iga kiritmagan bo'lishi mumkin. Unda esa pul bo'lmagan. Jon uni hatto ko'rmagan bo'lishi ham mumkin. Konrad soatiga qaradi. Vaqt yarim tundan o'tayotgan edi. Mayli, rahmat, dedi u yelkasini eshik kesakisidan olarkan. Men o'zimga kerakli ma'lumotlarni oldim, dedi yana. Unda noxushliklar bormi? So'radi uy boshqaruvchisi. Konrad yelkasini qisdi. Bilishimcha yo'q, dedi. Dimiqqan uyning yoqimsiz hidlaridan tungi havo sovuq va musaffoday tuyuldi. Uyga ketayotib Konrad Jordanning qotil ekaniga Bardinning komil ishonch bilan gapirganini o'ylab ketdi. Nega u hayajonlanyapti? U ertaga xuddi shu gapni okrug prokuroriga ham aytadi. Agar u Maurer va Jonning jazman bo'lishganini aniq bilganidami? Agar haqiqatan ham shunday bo'lganida, balki Maurer yoki qotilning o'zi ham bu ishga aloqadorligini aniqlash imkoni paydo bo'larmidi? Jin ursin o'sha Maurerni, o'yladi Konrad o'z uyiga kirayotib. Uy jimjit edi. U yotoqxonaga kirib chiroqni yoqdi. Kravat bo'sh edi. Demak, jinni ketgan va hali qaytib kelmagan. U asta-sekin yechindi. Vannaxonaga dush qabul qilish uchun kirarkan, baland ovoz bilan gapirdi. Uni ham jin ursin. 2-bob. Okrug prokurori Charles Forrest katta yozuv stoli ortida barmoqlari orasida sigara ushlab o'ychan o'tirardi. Forrest o'rta bo'yli va to'ladan kelgandi. Uning go'shtdor, qahrli yuzida zangori ko'zlari chaqnab, yupqa lablari ostidan to'rtburchak iyagi turtib chiqqan edi. Siyrak oq sochlari doim betartib. Chunki u murakkab muammo ustida ishlayotganida boshini barmoqlar bilan ishqalab o'tirardi. Shunga qaraganda Forrest ish vaqtining asosiy qismi murakkab muammolarni yechish bilan o'tadi degan xulosaga kelish mumkin edi. Bu ishni Jordan qilgan degan faraz Makkenni qoniqtirayotganga o'xshaydi, dedi Forrest polda yotgan bir uyum gazetalarga ishora qilib. U aniq shunday bo'lgan deb hisoblayapti. Bardinning hisobotini o'qidim. Menga ishonarli bo'lib ko'rindi. Sen nimadan xavotirdasan? So'radi u. Konrad o'zini kresloga tashladi. O'tirib olgach oyoqlarini asabiy silkita boshladi. O'ta silliq, ser, javob berdi u. Dok Holmes u yerda professional ishlaganligini aytdi. Men ham shunday deb o'ylayman. Bu ishning ustasi bo'lmagan odam uchun 6 kishini 6 marta otishda o'ldirish juda omadli bo'lsa kerak. Ayniqsa 45-kalibr bilan. Bu revolverlarning shunaqa kamchiligi bor. Biroq u har safar aniq nishonga olgan. Qotil mohir mergan. Agar avval ham odam o'ldirishga to'g'ri kelgan bo'lsa, bunga hayron bo'lmayman, dedi Konrad. Bilaman, dedi Forrest vazminlik bilan. Men ham bu ishni yaxshi mergan amalga oshirgan deb o'ylayman. Men Jordan haqida ma'lumot oldim. U mohir mergan bo'lgan. U otgan o'qlar chamasi 20 qadam uzoqdan o'yin qartasini bemalol teshib o'ta olgan. Konrad bukchayib oldi. Bu ishni o'zim tekshirishim kerak edi, dedi u o'zidan nafratlanib. Mayli, buni qo'ya turaylik. Meni boshqa narsa qiziqtiryapti. U elektr ustarada soqol olgan. Ko'pik payti esa uzoq yillar foydalanilmagan xavfli ustara uning qo'l ostida paydo bo'lib qolganligi aniqlanyapti. Bu holat sizga ajablanarli tuyulmayaptimi? So'radi Konrad. Unchalik emas, aytaylik, bu dalil unda bunaqa ustara bo'lmaganligini anglatishi mumkin. Lekin biz bu haqda kam bilamiz. Ba'zida undan qadoqlarni olishda foydalanishadi. Buni Bardin ham aytdi, lekin men Dok Holmesdan so'radim. Jordanda qadoq bo'lmagan. Yana bir narsa, uning kiyimida bir tomchi ham qon yo'qi bo'lmagan, dedi Konrad. Forrest bosh irg'adi. Yaxshi, aytchi, nimani o'ylayapsan? Bardin Jon Arno va Jek Maurerning ishqiy munosabatlari haqida mishmishlar yurganini gapirdi. Xotirjamlik bilan javob berdi Konrad. Aytaylik, Arno Jordan bilan ham don olishib yurganini yashirayotganini Maurer bilib qoladi. Ikkalasini tabriklash kerakmi? Bilishimcha, Maurer unga xiyonat qilish qanday oqibatlarga olib kelishini ko'rsatib qo'yish uchun ham bemalol Jonnikiga borib, ichak-chavog'ini ag'darib, keyin kallasini tanasidan judo qilishi mumkin, dedi Konrad. Konrad qaddini rostlab olib prokurorga tik boqdi.
ba'zida bularning barchasiga qarab turib kalla kesarlarning qasosi emasmikin degan o'yga ham boryapman. Guvohlarni yo'q qilishdagi bu professionalizm va vahshiylikni boshqacha izohlash mumkin emas. Jordanni shubhaga qo'yib, tergovni unga yo'naltirib yuborishga esa Maurerning aqli yetadi, dedi yana. Forrest ham Konraddan ko'z uzmay uni tingladi. Uning qoshlari chimirildi. Biz Jon Maurerning ma'shuqasi bo'lganini taxminan bilamizmi? So'radi uzoq sukunatdan so'ng. Yo'q, agar chuqurroq o'rgansak, dalillarni topishimiz mumkin, dedi Konrad. Agar Arno uning ma'shuqasi bo'lganini inkor etib bo'lmas darajada isbotlay olsak, shundagina ishonishim mumkin. Pol, sening farazlaringda nimadir bor? Forrest sinovchan zangori ko'zlarini Konraddan uzmay sigarasini kuldonga bosib o'chirdi. Pol, bu lavozimni qabul qilishimning yagona sababi Maurer masalasiga nuqta qo'yish haqidagi qarorim ekanini senga gapirish shart emasdir. Unga nisbatan munosabating qandayligini yaxshi bilaman. Demak, biz endi ikki kishimiz. Bu paytgacha u bilan olishuvlarda hamisha mag'lubiyatga uchrardik. U biror marta ham o'ylamay qadam bosmadi. Biror marta ham xato qilmadi. Tutqich ham bermadi. So'nggi 2 yil ichida biz uning 4 nafar eng zo'r odamlarini qo'lga oldik. Lekin shunga qaramay, Maurer masalasida men bu lavozimga o'tirmagunimcha bo'lgan holatdan oldinga qarab yura olmadik. Forrest ko'rsatkich barmog'ini Konradga to'g'riladi. Men Maurerni qarmoqqa aylantirishga imkon berishi mumkin bo'lgan va unga nisbatan qo'llaydigan har qanday harakatingdan seni ortga qaytarish niyatim yo'q. Mayli, sen bu qotillik ortida Maurer turgan bo'lishi mumkin deb o'ylayapsan. Ha, bu bo'lishi mumkin. Buni u qilganini bilmayman, lekin qilishi mumkin edi va shuning o'zi menga yetarli. Bor, surishtiruvni davom ettir. Ammo bu haqda hech kim bilmasligi kerak. Maurerni yo'q qilishning yagona yo'li bu uni jinoyat ustida qo'lga olish. Maurerni qo'lga olish men uchun chinakam mo'jiza. Uning hamma yoqda ko'zi bor. Biz bosmoqchi bo'lgan har bir qadamni biladi u. Biroq sen borganda surishtirishni boshla. Hech qanaqa yozma xabarlar tuzma. Bu haqda sendan boshqa faqat sening hamkasblaring bilsin. Ishga politsiya boshqarmasini jalb qilma. Hozircha ularga hojat yo'q. Ishonchim komilki, u yerda og'zi bo'shlar topiladi albatta. Konrad xursand bo'lib jilmaydi. U Forrest aynan shunday munosabat bildirishiga umid qilgan edi. Lekin prokurorning ishi shunchalik ko'p bo'lishiga qaramay, unga surishtiruv ishlarini davom ettirish uchun sharoit yaratib beradi deb o'ylamagandi. Ajoyib, sir. Men zudlik bilan kirishaman. Van Rosh va Fielding xonimdan boshqa hech kim bu ish haqida bilmaydi. Men Jon Arno haqida ko'proq ma'lumot topishga harakat qilaman. Agar Arno va Maurer orasida nimadir bo'lgani haqida bila olsam, hoynahoy bizni omad kutayotgan bo'lishi mumkin, dedi Konrad. Boshlayver, Pol, dedi Forrest. Agar muhimroq nimadir aniqlay olsang, menga xabar ber. U soatiga qaradi. 10 daqiqadan keyin sudda bo'lishim kerak. Surishtiruvga juda ko'p vaqtingni sarflab yuborma. Shundoq ham ishimiz yetarli. Tushundingmi? Ha, sir, dedi mamnuniyat bilan Konrad va o'rnidan turdi. Yana bir narsa, dedi Forrest nigohini chetga olib qochib. Albatta bu mening ishim emas, lekin senga munosabatim yaxshi va taqdiringga befarq emasman. Agar madaniyatsizlik qilsam, ayt, men shu zahoti mavzuni yopaman. Ammo ba'zida vaqtida aytilgan so'z foydali bo'lishi mumkin. Ha, yo'q, bemalol, dovdirab gapirdi Konrad. Nima gap, sir? Hozircha hech gap, javob berdi prokuror. U pastga, kuldonda tutab turgan sigaretga qarab turdi-da, so'ng nigohini Konradga qaratdi. Sen kelishgan xotiningni yetarlicha nazorat qilyapsanmi o'zi, Pol? Konrad tosh qotdi. Bu kutilmaganda ro'y bergani uchun yuziga qon tepganini sezdi. Men sizni tushunmayapman, sir, dedi Konrad. Kecha xotiningni Paradis klubda ko'rishganini menga aytishdi, dedi xotirjamlik bilan Forrest. U shirakayf bo'lgan. Bu klubning egasi Maurer ekani va ko'pchilik, shu jumladan Maurer hamda uning to'dasi ham bu ayol katta tergovchimning xotini ekanligini bilishlarini gapirishim shart emasdir. Senga aytmoqchi bo'lganlarim shu xolos, Pol. Nima qilish kerakligini o'ylab ko'r. Bo'ptimi? Bu ish uchun ham, xotining uchun ham yaxshi emas degan fikrdaman. U birdan jilmaydi va uning yuzida mehr aks etdi. Qo'lini Konradning yelkasiga qo'ydi. Bunga qiyomat qoyim ro'y bergandek qarama. Unday emas. Yosh, buning ustiga xotiningga o'xshagan kelishgan ayollar me'yorlarni xatlab o'tishga tez-tez urinib ko'radi.
balki hayot uning uchun juda zerikarlidir, ayniqsa seni kutilmaganda chaqirib qolishganda. Biroq baribir u bilan gaplashib ko'r, aql bilan ish ko'rsin. Forest Konradning yelkasini qoqib qo'yib, tegishli hujjatlarni olib eshikka qarab yurdi. Men ketishim kerak. 2-3 kunda senda Maurer haqidagi yangiliklar bo'ladi degan umiddaman. Ha, sir, jonsiz ohangda javob berdi Konrad. Konradning ish joyida uning kotibasi Mitch Fielding va Isquvar Van Rosh uni kutishardi. Ikkisi ham qo'rquvdan emas, balki vijdonan ishlaganlari uchun Konrad eshikdan kirgandayoq uni betoqatlik bilan kutayotganliklarini darhol payqadi. Qanday qaror qabul qilindi, Pol? So'radi Van Rosh Konrad o'z stoli tomon ketayotganida. Maurerning izidan boramiz. Stulni olib o'tirayotib javob berdi Konrad. Okrug prokurori unchalik ishonchi komil bo'lmasa-da, hatto eng kichik imkoniyatni ham boy bergisi yo'q. Har holda biz dastlabki ma'lum bir ishni olib borishimiz kerak, dedi Konrad. Van Rosh mamnuniyat bilan qo'llarini bir-biriga ishqadi. U baland bo'yli, ozg'in, qorachadan kelgan, ingichka mo'ylovli erkak edi. Ajoyib, xitob qildi u. Demak, siz uni tormor qilishingiz kerak. Dastlabki ish deganingiz nimani anglatadi? Konrad stol ortida qalam o'ynab o'tirgan Mitch Fieldingga qaradi. Uning katta kulrang ko'zlari o'ychan edi. Yoshi 26-27 atrofida. O'rta bo'yli, lekin to'ladan kelgan. U chiroyli emas, yuzida e'tiborni tortuvchi jihatlar deyarli yo'q. Qirra burun, qalin lablari bir qarashda o'ziga zeb bergandek bo'lar, ammo bundan ortiq emasdi. Go'zallik o'rnini har qanday mushkul ishda hayratomuz chidamlilik, jur'at va ishga bo'lgan mas'uliyat to'ldirib turardi. Bu haqda sen nima deb o'ylaysan, Mitch? Jilmayib so'radi Konrad. Agar ikkingiz Maurerning o'tmishini titkilashga kirishmoqchi bo'lsangiz, bir juft o'q o'tmas zirhli jiket zaxirasini tayyorlab qo'yishingiz kerak deb o'ylayman. Xotirjam javob berdi u. Men hazillashmayapman, dedi yana. Van Rosh sezilarli seskandi. Mitch haq. Bundan tashqari, o'z dafn marosimimiz xarajatlarini qoplash uchun sug'urtalanib ham qo'yishimiz kerak. So'nggi yo'lga ancha dabdaba bilan otlanmoqchi edim, dedi. Konrad bosh chayqadi. Bu ishlarimizning so'nggisi. Maurer politsiyachilarga o'q uzadiganlardan emas. 10 yil avval balki o'ylab ham o'tirmasdi. Lekin u hozir ancha tadbirli. Uning yo'qotadigan narsasi bor va bunday tavakkalchilikka bormaydi. Bunday qilsa, u vaziyatdan chiqib keta olmasligini yaxshi biladi. Shuning uchun bu holatda xavotir olishimizga o'rin yo'q. Guvohlar, mana kimni ehtiyot qilish kerak. Agar albatta biz ularni topa olsak. Demak, tinchlandik, dedi Van Rosh sigaret tutarkan. Xo'sh, nimadan boshlaymiz? Deb so'radi yana. Qiyin joyi yo'q, dedi Konrad. Biz birinchi navbatda qo'limizdagi ishni ko'rib chiqib, nimani keyinga qoldirish mumkin va nimani bajarish shartligini aniqlab olishimiz kerak. Okrug prokurori Maurer birinchi o'rinda ekanini ta'kidladi, ammo biz qolgan ishlarni bir chetga surib qo'ya olmaymiz. Ko'raylikchi, bizda nimalar bor? Agar astoydil kirishsak, ertaga ertalab hammasi ma'lum bo'ladi. Mitch, bajarishimiz kerak bo'lgan muhim ishlar ro'yxatini tayyorlab bera olasanmi? Mitch bosh silkib ishlar saqlanadigan xonaga qarab yurdi. U tig'iz ishlarni saralayotgan paytda Van stol oldiga kelib, o'z tortmasida yotgan papkalarni tezda ko'zdan kechirdi. Maurerga qarshi bizning birinchi harakatimiz qanday bo'ladi, Pol? So'radi u papkalarni ko'zdan kechirib bo'lishi bilanoq. Avvalo uni Jon Arno bilan bog'lashimiz uchun biz ular bir-birini bilishlarini isbotlashimiz kerak, javob berdi Konrad. Biz ishni Jondan boshlashimiz lozim. Sen ertaga boshi ber ko'chaga borib, o'sha hududdagi har bir uy va Arnoga qo'shni bo'lib yashagan barchani tekshirib chiqishing kerak deb o'ylayman. Ularda surishtiruv Jordan ishi bo'yicha olib borilayotganligiga tasavvur uyg'ot. Arnoning oldiga kimki muntazam ravishda kelib yurgan bo'lsa, ularning ko'rinishi haqida ko'rsatma olishga harakat qil. Omadimiz chopsa, ularning orasida Maurerning qiyofasi haqida ham ko'rsata olamiz. Nima qilishingdan qat'iy nazar, Maurerning ismini tilga ola ko'rma. Bo'lmasa uni cho'chitib yuboramiz, dedi Konrad. Mitch bir quchoq papka olib qaytdi. O'ylaganimdan ham ko'ra ko'proq, dedi u papkalarni Konradning stol ustiga qo'yarkan. Lekin bularning ayrimlarini chindan ham kechiktirib bo'lmas ekan, dedi yana. Boshlaymiz, dedi Konrad pidjagini yechar ekan. Qanday ishlashingni ko'ramiz, Van, deb qo'shib qo'ydi. Birmuncha muhim ishlar bajarib bo'linganda soat kechki 9:15lar edi.
kun bo'yi bajarilgan ishlar natijasida endi loaqal navbatdagi 4 kunni Maurerga bag'ishlashi mumkinligidan Konrad mamnun edi. U ancha yengil tortgancha o'zini orqaga tashlab, stulga erkin o'tirib oldi. "Mana bo'ldi", dedi u. "Bu oxirgisimi?" Mech bosh irg'adi va Konradning qo'lidan papkani olib qolganlar ustiga qo'ydi-da, ularni seyfga joylab keldi. Van Rosh o'z stoli yonidan turib kerishdi. "Boshqa bunday ishlashni xohlamasdim", dedi u hazilomuz. "Uning ichiga kirib olish uchun imkon qidirib qanchalik ter to'kkanimizni bilsa, Maurer juda xursand bo'lardi", dedi yana. Konrad soatiga qaradi. "Mayli, men uyga ketdim. Ertaga ertalab 9 da ko'rishamiz. Ish rejasini tuzib, nima qilishimiz mumkinligini ko'rib chiqamiz." U shlyapasini olib o'rnidan turdi. "Ko'rishguncha. Biroz uxlab olinglar, bu sizlarga zarar qilmaydi." Konrad mashinasigacha borib uni yurgizguncha Jennini o'ylamayotgan edi. Ish payti u haqda o'ylamaslikka urinar, lekin hozir u haqdagi o'ylar yana paydo bo'ldi. Nega u aynan Paradis klubni tanladi? Jahli bilan o'yladi, u bo'm-bo'sh ko'cha bo'ylab mashinani haydab borar ekan. Jenni klub egasi Maurer ekanligini bilgan. Konradning unga munosabatini ham bilgan. Balki u yerga erining jahlini chiqarish uchun ataylab borgandir. Aytgancha, xotinini u yoqda ko'rishganini Forestga gapirib bergan odamlar kim o'zi? Konrad buni bilishni xohlar va tobora yuzi tundlashib borardi. U shirakayf bo'lgan deb o'yladi u. Rahbariyatdan xotining haqida bunaqa gapni eshitish juda yaxshi-da. U bilan gaplashib ko'r, dedi Forest. Aql bilan ish ko'rsin. Albatta, Konrad bu Jennining qo'lidan kelmasligini biladi. Aql bilan ish ko'rish uchun Jennida iroda yetishmasdi. U biror ish qilmoqchi bo'lsa, Konrad uni qaydaraman deb behuda urinmasdi ham. Mehmonxonaga kirganida Jenni kresloda jurnallarni tomosha qilib o'tirardi. Uning yuzi sovuq va tund edi. Konrad Jennining tarang turganligini darhol sezdi. Odatda hushyor uxlasa-da, Konrad kecha-kechqurun xotini kelganini eshitgani yo'q. Ertalab uyg'onganida Jenni qimirlamasa ham uning uyg'oqligiga ishonch komil edi. Endi u gaplashib olishni ortga surmoqchi emas. Baribir janjal bo'ladi. Bundan qochib qutulib bo'lmaydi. U xotinining ro'parasiga o'chib qolgan kamin oldidagi kresloga o'tirdi. "Jenni", dedi. "Nima gap?" Ko'zini jurnaldan uzmasdan sovuq va hissiz ovoz bilan javob berdi u. "Seni kecha-kechqurun Paradis klubda ko'rishibdi", dedi. Konrad xotinining asabiylashib, hushyor tortgani va shu zahoti o'zini o'nglab, ko'zini jurnaldan olganini ko'rib turdi. "Nima bo'pti?" yoqinqiramay gapirdi Jenni. "Ambassadorga bormaganimga ham xursand bo'l. Paradis ancha arzon", dedi Jenni. "Gap bunday emas. Paradis klubning egasi Maurer ekanligini sen xuddi men kabi bilasan. Sen shu haqda o'yladingmi?" "Bilasanmi, Pol, men sendan ko'p ozor chekdim, lekin menga aql o'rgatishingga yo'l qo'ymayman", darg'azab ohangda javob berdi Jenni. "Ruhoniy, sen xohlagan vaqtingda kelasan va ketasan. Men shikoyat qilmayman. Ishxonangda nima bo'layotganini meni bilmaydi deb o'ylama. Anavi filning ko'rinishidan ayol sifatida juda zo'r bo'lmasa ham, lekin u sen nimani xohlasang, shuni berishga tayyorligini yuzidan bilsa bo'ladi", dedi Jenni. "Endi menga quloq sol, Jenni", keskin gapirdi Pol. "Gapni boshqa yoqqa burishga harakat qilma. Nima uchun sen u yerga bording?" "Bu mening ishim", deya baqirdi u. "Meni so'roq qilishingga yo'l qo'ymayman", dedi yana. "Lekin sening u yerga borishga haqqing yo'q", dedi Konrad kutilmaganda g'azab bilan. "U yer Maurerning shtabi ekanligini juda yaxshi bilasan. Sen u yerda bizning boshqarmani kulgiga qoldiryapsan. Shuni tushunasanmi?" dedi Konrad. Jenni xiringladi va birdan yuzi qahrli tus oldi. "Tupurdim o'sha ahmoqona boshqarmanga. Agar o'sha yerga borgim kelsa, men boraman", dedi yana. "Sen u yerda bo'lganingni menga Forest aytdi. Bu haqda unga kimdir yetkazgan. Kayfing borligini ham ma'lum qilgan. Agar sen o'zingni bunday tutsang, seningcha o'z ishimda yana qancha qolishim mumkin?" so'radi Konrad. Jennining rangi oqarib, ko'zlari olayib ketdi. "Demak, sening la'nata politsiyang ortimdan josuslik qila boshlabdi-da", qichqirdi u. "Shunday bo'lishini bilishim kerak edi. O'sha o'ziga bino qo'ygan, burni ko'kargan xo'jayiningga mening nomimdan aytib qo'y, o'z ishi bilan shug'ullansin. U ham, sen ham hech kim menga nima qilishim kerakligini uqtirishga haqli emassiz. Agar bu senga yoqmayotgan bo'lsa, daf bo'lishing mumkin. Jin ursin seni",
dedi Jenni. U keskin o'girilib xonadan chiqdi-da, eshikni qarsillatib yopdi. Shahar soatlari 9 marta bong urganida Konrad yo'lakdan o'z idorasi tomon shoshib borardi. Eshikni shiddat bilan ochib, to'xtamasdan yurib o'tib shlyapasini ilgak kiydi-da, ish stoliga kelib o'tirdi. Mej va Van Rosh allaqachon o'z joylarida o'tirishgan edi. Mej yozuv mashinkasida yozar, Van Rosh esa yon daftarchasiga nimalarnidir qoralab o'tirardi. Uning og'zida sigaret bo'lib, tutun ko'ziga tushmasligi uchun boshini u yoqdan bu yoqqa olib qochardi. "Seni mijoz kutyapti, Pol", dedi u yon daftarchasini chetga surib. Shundan so'ng u kutib turish uchun foydalaniladigan kichik qabulxonaning eshigiga barmog'i bilan ishora qildi. "Uning kimligini topib bo'psan?" Konrad hujjatlar portfelini stol ustiga qo'ydi va telefon oldida yotgan sigaret qutisidan bir dona sigaret oldi. "Bugun men tashrif buyuruvchilarning birortasini ham ko'rmoqchi emasman. Kim u?" so'radi Konrad. "Flo Presser." Konradning ko'zlari tez-tez ochilib yopildi. "Hazillashyapsanmi?" Van kuldi. "O'zing ko'rishing mumkin. Umuman olganda nafaqat ko'rishing, balki eshikka yaqinroq borib hidlashing ham mumkin. U yoqdan so'nggi tungi bo'lsa atri shunaqa anqiyaptiki, xuddi shu atirda cho'milganmi deysan?" dedi yana. "Flo Presser bunaqa paytda u nimani xohlayapti?" so'radi Konrad. "U do'stini yo'qotib qo'yibdi, sen topib berishingni xohlayapti", dedi Van. "Jin ursin, band ekanligimni aytmadingmi unga? Uni ketkazib yubor. Van, ishim juda ko'p. Boshimda bo'lar bo'lmas ishlar bilan band qilish niyatim yo'q. Politsiyaga murojaat qilsin", dedi Konrad. "Sen uning do'sti kimligini bilasanmi?" so'radi Van Rosh. "Yo'q, kim ekan?" "Toni Paretti." Konrad xo'mraydi. Ism tanish edi. "U haqda nima ma'lum?" so'radi u Vandan. "U haydovchi va tansoqchi bo'lib ishlagan", xotirjam javob berdi Van. "Men balki siz u bilan gaplashib ko'rarsiz deb o'yladim", dedi yana. Konrad sigaretni chuqur tortdi-da, shipga qarab tutunni pufladi. "To'g'ri, albatta, bu o'sha yerda", deya Konrad o'rnidan turdi. "U nimani gapirib berdi?" so'radi Vandan. Kechadan avvalgi kuni ular uchrashishlari kerak bo'lgan. 5larga yaqin unga qo'ng'iroq qilib zarur ishi borligini aytgan va soat 11da uni Lennox Streetdagi barda kutib turishini aytgan. Tungi 2ga qadar uni kutib o'tirgan va uyga qaytgan. Kecha kun davomida Tonining uyiga qo'ng'iroq qilgan, biroq telefonni hech kim ko'tarmagan. Kunduz kuni uning uyiga borgan. U uyda bo'lmagan. Kimdan so'ramasin, Tonini hech kim ko'rmagan. Kechqurun yana barga boradi, ammo Toni baribir u yerda paydo bo'lmaydi. Bugun ertalab u bilan nimadir ro'y bergan degan qarorga keladi va shuning uchun bu yoqqa yo'l oladi, dedi Van. "Bizdan nima xohlayapti?" so'radi Konrad. "Tonini topishimizni-da. Shunchaki tashlab ketgan bo'lishi ham mumkin degan fikr kelmadimikin aqliga?" so'radi Konrad. "Menimcha yo'q, menga ham bunday fikr kelmabdi. Parettidek kalamush Floni tashlab ketishini tasavvur qila olmayman. Uning uchun Flo naq xazinaning o'zi. U pul topadi. Pol, eshitishimcha yaxshigina pul topadi. U topayotgan bunday pullardan Paretti voz kechadi deb o'ylamayman." "U boshqa qizni topgan bo'lishi mumkin", e'tiroz bildirdi Konrad. "Aytgancha, u nima uchun politsiyaga bormay bizga kelibdi?" yana so'radi Konrad. Van yana kulib qo'ydi. "Men ham shuni so'radim. U sen jentelmen ekanliging va senga ishonishini aytdi. Politsiya haqida nima deganini esa qaytargim yo'q." Konrad bosh irg'adi. "Mayli, unga ozroq vaqt ajrataman", dedi. U xonani kesib o'tib, mehmonxonaning ovoz o'tmaydigan eshigini ochdi. Burniga quyuq atir isi gupillab urildi. Konrad aftini bujmaytirdi. Flo Presser bo'yalgan lablari orasiga sigaret qistirganicha hayajonda xonada u yoqdan bu yoqqa yurardi. U juda ko'rkam edi. Chamasi 25 yoshlar atrofida. Aqlni shoshiruvchi qomat, kalta qirqilgan sochlar, shahlo ko'zlar. U shu zahoti Konradga o'girildi. "Salom, Flo", dedi Pol. U Floni sudlarda ko'p uchratib turardi. Flo erkaklarga xiralik qilgani uchun tez-tez qo'lga tushib turar. Shu bois sudda ishtirok etuvchi davlat xizmatchilarining ko'pchiligi bilan tanishish imkoniga ega bo'lgandi. "Nima bo'ldi?" so'radi Konrad. "Buni qarang, janob Konrad, meni eslaysiz deb o'ylamagandim ham. Men juda qattiq xavotirdaman. Bilaman, sizni bezovta qilmasligim kerak edi. Bandligingizni ham bilaman. Men Tonining tashvishi bilan aqldan ozay dedim va bugun ertalab..."
Konrad uning gapini bo'ldi, o'zingni u yoqdan bu yoqqa tashlama, betoqatlik bilan to'xtatdi. So'ng stolning chetiga o'tirdi. Sen bu yerga kelmasliging kerak edi. Mayli, kelibsanmi, qisqaroq qil. Qayoqdan bilasan, balki Toni seni shunchaki tashlab ketgandir, dedi yana Konrad. Floning katta ko'zlari yanada kattalashib ketdi. Meni tashlab ketadi? Nega unday qiladi, janob Konrad? Men aniq bilaman, u bunday qilmagan. Qayoqdan bilasan buni? So'radi yana Konrad. Ko'zining qiri bilan Konradga qarab turgan Flo ikkilanayotgandi. Hech kimga aytmaysizmi, janob Konrad? Agar Toni sizning oldingizga kelganimni bilsa, terimni shilib oladi. Xo'sh, u seni tashlab ketmaganini qayerdan bilasan? Konrad savolni takrorladi. Men uning bankdagi hisobini kuzatib boraman, ma'lum qildi u uzoq sukutdan keyin. Aytishim shart emasdi, lekin Toni menga bor pulini qoldirib ketmagan bo'lardi. Biroq umuman olganda u meni hech qachon tashlab ketmaydi, dedi. Konrad unga tikilib qaradi va ko'zlarida o'ychanlik paydo bo'ldi. Flo haq edi. U Parettiga o'xshagan nusxalarni oz-moz bilardi. Agar u Flo bilan aloqani uzib, ko'zdan g'oyib bo'lmoqchi bo'lganida, birinchi navbatda o'z pullarini olib ketardi. Sen u bilan biror korxol ro'y bergan deb o'ylaysanmi? So'radi Konrad. Flo bosh irg'adi. Ha, u sen bilan kechadan avvalgi kuni kechqurun uchrashmoqchi edi, shundaymi? Ha, u menga 5larga yaqin qo'ng'iroq qilib, kelishgan vaqtimizda ko'risha olmasligini aytdi. Uning zarur ishi bor ekan, dedi Flo. Nima ish ekan? Buni aytgani yo'q. U faqat muhim ishi borligini aytdi xolosmi? Boshqa hech narsa demadimi? Uning so'zlarini aniq qaytarib aytib bera olasanmi? So'radi Konrad. Bosga yana biroz vaqt ishlab berishim kerak bo'lyapti. Soat 11da Semning barida ko'rishamiz, dedi. Aytgan bor gap shu. Men uni qaytib ko'rmadim, dedi Flo. Bungacha sizlar soat nechida ko'rishmoqchi edingiz? Soat 7da. Konrad unga sinovchan qaradi. Nega aynan mening oldimga kelding, Flo? Flo uning tik boqishidan ko'zlarini olib qochdi. Yana kimning ham oldiga borishim mumkin edi? Men politsiyachilarga bu masalada murojaat qilishni xohlamadim. Ular Tonini yoqtirishmaydi. So'ramagan odamim qolmadi. Hech kim hech narsa bilmaydi. Men borgan sari ko'proq xavotir ola boshladim va shunda siz haqingizda o'yladim. Siz menga nisbatan hamisha yaxshi munosabatda bo'lgansiz, janob Konrad. Shunga o'yladimki, mayli, bu gapingni yig'ishtir, dedi Konrad. Toni Maurerga ishlaydimi? So'radi yana. Floning ko'zlari birdan ma'nosiz bo'lib qoldi. U sigaret qoldig'ini kuldonga tashlash uchun o'girildi. Men Toni kimga ishlashni bilmayman. U hech qachon menga bu haqda gapirmagan, dedi Flo. Menga ertaga aytma. Demak, Maurerda ishlaydi. Floning yuzida norozilik paydo bo'ldi. Sizga bilmayman dedim-ku. Men bilan o'zingizni politsiyachilik tutmang, janob Konrad. Men hamisha sizni do'st sifatida ko'rganman, dedi Flo. Konrad yelkasini qisdi. Mayli, Flo, men surishtirib ko'raman. Aniq va'da bera olmayman, lekin nima ish qilish mumkinligini o'ylab ko'raman. Seni qayerdan topish mumkin? Floning yuzi yorishib ketdi. 114-ko'cha, 23-uy. Nega endi biror kech meni yo'qlab kelmaysiz, janob Konrad? Siz vaqtingizni chog' o'tkazardingiz va bu sizga uncha qimmatga tushmasdi ham. Pol kulib yubordi. Uylangan odobli erkaklar bilan bunday gaplashilmaydi, Flo, dedi Konrad uni eshik tomon itara turib. Lekin nima bo'lganda ham taklif uchun rahmat, dedi. Men uylangan erkaklar odobli bo'lishni hech qachon eshitmaganman, e'tiroz bildirdi Flo eshik oldida turib olgancha. Biror narsani bilishingiz bilan menga xabar berasiz, janob Konrad? Albatta, men shu zahoti sen bilan bog'lanaman, dedi Pol uni yo'lak tomon itarib chiqarishda davom etarkan. Ko'rishguncha u xayrlashib eshikni yopib oldi. Xo'sh, dimiqib qolmadingmi? deya qiziqdi Van Rosh Konrad o'z xizmat xonasiga qaytib kirganida. Ha, atirga yaxshigina cho'milarkan. Konradning qiyofasi tund edi. Mech, bizda Parettiga nisbatan biror narsa bormi? Ha, u shkafdan tegishli ishni olib Konradga berdi. Rahmat, dedi Konrad. Konrad papkani ochib, uning mazmuni bilan tanisha boshladi. Van uni qiziqish bilan kuzatardi. Mana bu yerda ozroq, dedi Konrad bir necha daqiqadan so'ng. Ishonasizmi yo'qmi, u 27 marta hibsga olinib, bor yo'g'i 2 marta kichik, ahamiyatsiz sudlanishlarni olgan. Eshiting, 7 ta hibs qotillikda gumonlanib, 12 tasi nomusga tajovuz va o'g'irlikda, 4 tasi giyohvandlik uchun, bittasi bezorilik uchun, bittasi taniqli jinoyatchilar bilan aloqada bo'lgani uchun.
Bittasi voyaga yetmaganlar bilan jinoyati uchun. Voyaga yetmaganlarni jinoyatga jalb qilishi va nomdor jinoyatchilar bilan aloqasi uchun jazodan tashqari har safar u suvdan quruq chiqib ketgan. Bu ikkala hukmning muddati u Maurer bilan tanishgunicha tugab bo'lgan. Konrad Vanga qaradi. Aytgancha, qiziq bir holat. Paretti 45-kalibrdan juda zo'r otgan. Bu senga hech narsani anglatmayaptimi? Van past ovozda hushtak chaldi. Sen buni boshi berk ko'chadagi qotillikka bog'layapsanmi? O'zing o'ylab ko'r, xotirjam gapirdi Konrad. U Flo bilan kechadan avvalgi kun kechqurun soat 7da qotilliklar kechasida uchrashishi kerak edi. Kutilmaganda u Bosning qoldirib bo'lmaydigan ishini ro'kach qilib uchrashuvni bekor qiladi. Biz uning Bosi kim ekanligini bilamiz. Soat 7ga yaqin 8 nafar odam o'ldirilgan. Shundan 6 nafari 45-kalibrdan, dedi Konrad. Men Paretti Jonning kellasini olganini tasavvur qila olmayman. Ishonqiramay gapirdi Van. Bu uning ishi emas, dedi yana. Men u Jonni o'ldirgan deb ishonganim ham yo'q. U Maurerni boshi bir ko'chaga olib borgan. Maurer Jonni tinchitguncha u qolganlarni yo'q qilgan deb o'ylayman, dedi Konrad. Nahotki Maurer Jonni o'zi o'ldiradigan darajada aqldan ozgan bo'lsa, bu ishni qiladigan kalla kesarlari ko'p edi-ku, dedi Van. Garov o'ylayman, bu ishni Maurerning o'zi qilgan, dedi Konrad oldinga engashib. U qo'llarini stol ustiga qo'yib, kaftlari bilan yuzini qisdi. Jon unga xiyonat qilib yurganini bilib qolgach, Maurer o'zidan chiqib ketgan va u Parettini yoniga olgan hamda ikkalasi bu ishni qilishgan deb o'ylayman. Shunday deb Konrad sigaretini o'chirdi va davom etdi. Men nega bunday o'ylashimni aytaman. Maurer o'zini qanaqa xatarga qo'yayotganini bilgan. Shu paytgacha u bizga ilinj qoldiruvchi birorta bunaqa ish qilmagan. Hozirgacha u tomonidan rejalashtirilgan har bir qotillik yaxshilab o'rgatilgan 3-shaxslar tomonidan amalga oshirib kelingan. Shuning uchun Maurerga bizni hech qanday dalil olib bormaydi. Lekin bu safar u o'zini boshqara olmay qolgan. Bu safar u hisob-kitobni shaxsan o'zi amalga oshirishni xohlagan. Bu Jon va uning o'rtasidagi o'ta shaxsiy ish. U Parettini olib boshi berk ko'chaga boradi. Uni bu yerda tanishadi va u ham guvohlar bo'lmasligi kerakligini biladi. Uning ismini Jonga bog'laydigan yoki uning kelganini ko'rgan birorta ham odam tirik qolmasligi kerak edi. Paretti xizmatkorlar bilan, Maurerning o'zi esa Jon bilan shug'ullangan, dedi Konrad va barmog'ini Vanga qaratdi. Keyin nima bo'lgan? Bu xunrezliklardan so'ng bitta guvoh Paretti tirik qolyapti. U Maurerning erkatoyi, biroq Maurer hatto tuqqan onasiga ham ishonmaydi. Paretti unga 15 yil ishlagan bo'lsa ham, Maurer unga ishonmaydi va o'z yo'lidan uni olib tashlaydi. Garov bog'layman. Maurer Parettini yo'q qilganini Flo taxmin qilyapti. Shuning uchun u bu yerga kelgan. U Maurerning ismini aytgani qo'rqdi, lekin u ahmoq emas va uning hikoyasidan keyin ayta olmay qolgan gaplarini o'zim aniqlashimga aqli yetadi. Van va Mech qimirlamasdan jim o'tirishardi. Konrad taxminlarini aytib tugatishi bilan Van stolni mushti bilan urdi. Garov o'ylayman, xuddi shunday bo'lgan, hayajon bilan xitob qildi u. Bu Maurerga xos va Flo nima uchun bu yerga kelgani ham ma'lum. Flo biz orqali o'z do'sti uchun Maurer bilan hisob-kitob qilmoqchi bo'lgan. Endi bularning hammasini isbotlashimiz kerak, dedi Van. Bu esa oson bo'lmaydi, yana xotirjamlik bilan ta'kidladi Konrad. Biz bunday qilamiz. Birinchidan sen Parettining uyiga borasan va u yerda tintuv o'tkazasan. Xuddi oltin qidirayotgandek o'tkazasan. Sen albatta nimadir topasan deb kafolat bera olmayman, lekin baribir urinib ko'r. Konrad Parettiga tegishli ishdan uning manzilini bir parcha qog'ozga yozib Vanga uzatdi. U shu yerda yashaydi. To'pponcha olib ol va ehtiyot bo'l. Sening kim ekanligingni hech kim bilib qolmasligiga harakat qil. Men Jonga tegishli ma'lumotlarni qidirish uchun Tinch okean studiyasiga borib ko'raman. Men birlarga yaqin qaytaman va xulosalarimizni qilamiz, dedi Konrad. Van stol tortmasdan 38-kalibrli maxsus politsiya revolverini oldi va uning o'qdonini teatr aktyorlaridek kaftida aylantirib, o'qlarni tekshirib ko'rdi. So'ng to'pponchani cho'ntagiga soldi. Bir narsaga ahamiyat berishingni xohlayman, dedi u Mechga qarab. Meni bir hovuch qo'rg'oshinni ko'ksimga qadab qo'yishlari mumkin bo'lgan joyga ishga jo'natishyapti. Men esa u yerga anchayin yumshoq narsalar,
pichoq, yulduzchalar va boshqalarni tanlab ketyapman. Sen buni belgilab qo'ysang bo'ldi. Men adolat haqida emas, balki bu ish mening hisobimga yozib qo'yilishi haqida gapiryapman, dedi Van. Bo'lsangchi, dedi g'ijinib Konrad. U hazillashadigan kayfiyatda emasdi. Natija bilan qaytgin albatta, dedi. Konrad malla sochli, anchayin tetik qiz ortidan, pollari linoleum bilan qoplangan, labirintni eslatuvchi yo'laklar bo'ylab direktorlar, prodyuserlar va aktyorlar nomi oson almashtiriladigan peshlavhalar ilingan son sanoqsiz eshiklar orasidan yurib borardi. Malla sochli qiz uni Garrison Fider kabi past tabaqali shaxs oldiga kuzatib qo'yishga majbur qilishgani uchun o'zini qattiq haqoratlaganga va bundan juda ranjiganga o'xshardi. Ular Fider binosining eng chekkasida joylashgan idorasiga yetib kelisharkan, bu yerda to'xtashni qiz o'ziga ep ko'rmadi va qo'pollik bilan eshikni ko'rsatdi. Ana oldinda, o'ng tomonda. Qiz shunday deb ijirg'anib, yo'lida davom etdi. Konrad eshikni taqillatib, uni ochdi. "Kiravering", taklif qildi Fider. U ish stoli yonida, og'zida sigara, ancha xotirjam. Ozg'in yuzida mamnuniyat balqigan holda o'tirardi. "Sizni bu yerga anavi tannoz malla sochib boshlab keldimi?" so'radi u yonidagi qutidan viski va 2 qadahni olib qog'ozlar ustiga qo'yarkan. Uni syurpriz kutmoqda. Ertaga yangiliklar tarqalganda o'zini bunday tutishni yig'ishtirib, mening hurmatimni joyiga qo'ya boshlaydi, dedi yana. Konrad stulni tortib unga o'tirdi. "Qanaqa yangiliklar?" so'radi u. Fider qo'llarini bir-biriga ishqalab Konradga zavq bilan qaradi. "Ler meni faqat orzu qilish mumkin bo'lgan maoshga reklama bo'yicha menejerlik lavozimiga taklif qildi. Ertaga men 1-qavatdagi boshqa ofisga ko'chib o'taman va bu ish prezidentni hasaddan ko'karib ketishga majbur qiladi. Qalay, ma'qulmi sizga?" Konrad uni tabriklab, qadahni qo'liga oldi. Ular tantanali ravishda ichishgach, Fider o'zini orqaga tashlab, baroq qoshlarini tepaga ko'tardi. "Nimalarni o'ylayapsiz? Men sizni haydamoqchi emasman, lekin oldimda qiyin ish kuni turibdi", dedi u. "Men Arno xonim o'limi tufayli unga aloqador kishilarga aniqlik kiritishga harakat qilyapman", jiddiy gapirdi Konrad. "Bu yerda u ishonch bildirgan kimdir bormi? Uning libos bo'yicha assistenti yoki kotibasi? Umuman shunga o'xshash qanaqadir yordamchisi bormidi?" so'radi Konrad. Fiderning ko'zlari hushyor tortdi. "Nimani bilmoqchisiz?" so'radi u. "Ertaga yuzlashtirish boshlanadi. Men Arno xonim va Jordan chindan ham jazman bo'lishganiga guvohlik beradigan ishonchli guvoh topmoqchiman. Men bu ishga aralashishni xohlaysiz deb o'ylamayman", dedi. "Jin ursin, yo'q albatta", baqirib yubordi Fider stulni g'ichirlatib tebratarkan. "Ertaga men uchun ulug' kun, bilmoqchi bo'lganingiz shu xolosmi?" "Shu", dedi Konrad. Fider biroz o'ylanib turdi. "Siz Mois Powell bilan gaplashib ko'rishingiz kerak. U Junning kotibasi edi. U ayrim narsalarni bilishi mumkin. Uni qayerdan topish mumkin?" so'radi Konrad. "U idorada, shu yerda, aynan shu yo'lak oxirida. Men unga qo'ng'iroq qilib siz bilan gaplashishni so'rab ko'raman." "Ajoyib. Aytganchi, Jordan masalasini yopish uchun yana kimnidir jalb qilishimiz mumkinmi?" so'radi Konrad. Fider xumrayib oldi. "Oshirib yubormayapsizmi? Men bu ish ochildi-yu yopildi deb o'ylagandim." Konrad odamni taslim qiladigan darajada jilmaydi. "Biz ish yopilishini xohlaymiz, ammo tergovning ustida turgan kattalar qanaqa savollar berishini hech qachon bilmaysiz. Biz hamma narsaga tayyor bo'lishimiz kerak. Jordan bo'sh vaqtlari nimalar bilan band bo'lganini bilishi mumkin bo'lgan birortasi bormi?" Fider bo'ynini ishqaladi. "Campbell, uning liboschisi. U bilishi mumkin. Uni pastdan topasiz. U Jordanning kiyinish xonasini tozalayapti. Uni qayerdan topishni birortasidan so'rarsiz", dedi. "Ajoyib, men u bilan gaplashaman. Siz Powell xonimga qo'ng'iroq qilasizmi?" so'radi Konrad. "Albatta." Fider go'shakni ko'tarib kerakli raqamni terdi. Qisqa sukutdan so'ng u gapirdi. "Movis, bu Fider. Mening oldimda okrug prokuraturasidan Paul Konrad o'tiribdi. U sen bilan Jun haqida gaplashmoqchi. Unga ayta olishing mumkin bo'lgan hammasini gapirib ber, maylimi?" dedi. Fider javobni tinglab, "Yaxshi qiz", dedi va Konradga qarab qo'shib qo'ydi. "Xo'sh, boshlang kavlashni. Yo'lakdagi oxirgi eshik", dedi. Mois Powell baland bo'yli, 40 yoshlar atrofidagi qora soch ayol edi. U tartib bilan yoqali oq ko'ylakka qora kostyum kiygandi. Movis Konradga sovuqqina jilmayib qo'ydi. "Kiring",
dedi u qo'li bilan kresloga o'tirishni taklif qilib. Qanday foydam tegishi mumkin? Uning stoli Jon Arnoning ochilmagan xatlari va reklama uchun foydalaniladigan fotosuratlar bilan to'lib toshgandi. Konrad o'tirdi. Bizga aniqlik kiritish uchun guvohlar kerak, Pauel xonim, dedi u. Faqat kalavaning uchini topish uchun xolos. Arno xonim va Jordan haqiqatan ham jazman bo'lishganmi? So'radi Konrad. Pauel toliqqan ko'zlari bilan unga qaradi. Bunga aniqlik kiritishni xohlamasdim, javob berdi u bepisandlarcha jilmayib. Arno xonim menga janob Jordan bilan munosabatlari haqida bir dunyo tafsilotlari bilan gapirib berardi. Balki u yolg'on gapirgandir, chunki ularni jazman sifatida hech qachon birga ko'rmaganman. Men guvoh bo'la olmayman, dedi u. Bu tushunarli, lekin u bilan suhbatlaringizda ular jazman ekanligini tushungansiz-ku, so'radi Konrad. Ma'lum ma'noda, dedi ayol. Jonning Jordandan boshqa jazmanlari ham bormidi? Ehtiyotkorlikni yig'ishtirib so'radi Konrad. Pol uning ko'zlarida bezovtalik ifodasini payqadi. Arno xonimning obro'sini to'kish shunchalik shartmi? To'satdan so'radi Pauel sovuq ohangda. Yo'q, lekin savol jiddiy va men javob berishingizni xohlayman, dedi Konrad. Ha, uning boshqa jazmanlari ham bo'lgan. Arno xonimning o'z axloq me'yorlari bor edi, dedi ayol. Oramizda qoladi, siz uning jazmanlari ismlarini ayta olasizmi? Konrad uning ehtiyotkor ko'zlari qahrli va sovuq tusga kirganini ko'rdi. Men okrug prokurorining qandaydir tuhmat kampaniyasida ishtirok etish niyatim yo'q, keskin javob berdi Pauel. Agar siz bilmoqchi bo'lgan narsalar shu bo'lsa, unda kechirasiz, men bandman. Bu tuhmat kampaniyasi emas, xotirjamlik bilan e'tiroz bildirdi Konrad. Men qotillik yuzasidan tergov olib boryapman, Pauel xonim. Arno xonimni Jordan o'ldirganiga biz to'liq ishonch hosil qilganimiz yo'q. Pauel undan ko'zini uzmasdan qimirlamay o'tirardi. Demak, men gazetalarda noto'g'ri o'qibman-da, dedi ayol. Men biz to'liq ishonch hosil qilganimiz yo'q deyapman, o'zini bosib gapirdi Pol. Bir qarashda Jordan Arno xonimni o'ldirganligi kundek ravshan bo'lib tuyuladi. Lekin bu biz faqat aniq narsalarni inobatga olishimiz kerak degani emas. Arno xonim va Jek Maurer jazman bo'lishgani rostmi? Pauel qaddini rostlab, yupqa lablarini qimtadi. Men bilmayman, deya karaxt holda arang gapirdi u. Buni ko'rgan Konrad savollarni murakkablashtirib, vaqt yo'qotish befoydaligini tushundi. Mayli, bilmasangiz bilmabsiz-da, dedi u yelkalarini qisib. Suhbatimiz faqat o'rtamizda qolishiga so'z beraman. Bu haqda sizdan omma oldida so'rashmaydi, dedi. Men bilmayman. Pauel o'sha so'zlarni yana jonsizgina qilib qaytardi. Konradga qarab turardi. Pol savoliga bundan ortiq javob ola olmasligini fahmladi. Pauel xonim, siz Francis Colemanni bilasizmi? U ishsiz statist, dedi. Pol Pauelning ko'zlarida ajablanish alomatlarini ko'rdi. Uni bilaman. Arno xonimning so'nggi filmida uning kichikroq roli bor edi, dedi ayol. Coleman Arno xonimga u o'ldirilgan kechada nima uchun qo'ng'iroq qilganini bilmaysizmi? U Arno xonimga qo'ng'iroq qilgandan bexabar ekanman, dedi Pauel. Uning ismi tashrif buyuruvchilar kitobiga yozilib qolgan. Uning holi tangroq bo'lgan chog'i, dedi Konrad. Unga uchrashuv tayinlanmagan va Arno xonim bilan uchrashishga uning imkoniyati bo'lmagan, dedi ayol. Arno xonim bilan uchrashishga imkoniyati bo'lmagan deganingiz nimasi? Tushunmay so'radi Konrad. Pauel yelkasini qisdi. Hammasi Arno xonimning kayfiyatiga bog'liq. Men deyarli imkoni yo'q edi desam to'g'ri bo'ladi. Arno xonim begona odamlar bilan uchrashishni hech qachon yoqtirmagan. Men oldindan kelishuvsiz uning kim bilandir uchrashganini esla olmayman. Bu tartib albatta Jordanga tegishli bo'lmagandir, so'radi Konrad. Movis Pauel bosh chayqadi. Yo'q, uning boshi ber ko'chaga kelish huquqi bor edi, dedi. Jek Maurer ham shunday huquqqa egamidi? U Konradga labini tishlab qarab qoldi. Men sizga janob Maurer haqida hech narsa bilmasligimni aytdim, dedi ayol. Lekin u haqida eshitgansiz-ku, so'radi Konrad. Kim eshitmagan deysiz? deya so'radi u yelkasini qisib. Boshqa gapingiz yo'q bo'lsa, janob Konrad, u qo'lini o'qilmagan pochtaga uzatdi. Yana bir savol. Coleman xonim ijaradagi uydan ko'chib ketibdi. Bilmaysizmi u bilan qanday bog'lansam bo'ladi? so'radi Konrad. Siz birlashgan idora yoki agentlikdan ma'lumot olib ko'rmadingizmi? Ularda Colemanning yangi manzili bo'lishi kerak. Konrad bosh silkidi. Minnatdorman. Men ma'lumot olaman. Sizda mabodo uning fotosurati yo'qmi?
yana so'radi Konrad. Pauel Konradga xudo haqqi meni tinch qo'yasizmi yo'qmi degan ma'noda qaradi-yu, o'tirgan joyida ortga o'girilib, kichikroq shkafni ochdi va u yerdan bir dasta fotosuratlarni oldi. Arno xonimning so'nggi kartinasidagi mana bu kadrlar orasida balki bordir. Men bir ko'raychi, dedi. Konrad uning nozik barmoqlari qanday qilib fotosuratlarni tez saralayotganini kuzatib turardi. Suratlarning biriga kelganda Pauel bir muddat to'xtab qoldi va uni ajratib oldi. U suratga ancha diqqat bilan tikildi. Mana u bu yerga tasodifan tushib qolgan. Bu Arno xonimning yangi libosini fotosuratda ko'rish uchun tasvirga olingan, dedi. Konrad 13 ga 18 hajmdagi suratni olib unga qaradi. Fotosuratdagi qizning yoshi 23 atrofida edi. Uning katta va jiddiy ko'zlari Konradga tik boqib turardi. Bu nigohdan Polning eti jimirlab ketdi. U erkaklar faqatgina orzu qilishi mumkin bo'lgan o'xshash yo'q siymo edi. Qoq o'rtadan ikki tomonga taralgan sochlari deyarli yelkasiga tushib turardi. Keng peshonasiga ham ozroq tushib turgan sochlari uni yanada maftunkor ko'rsatardi. Lekin uning bu jozibasi ko'zlarida edi. Konradni bu ko'zlardagi jiddiylik va uning tubidagi quv qiziquvchanlik ko'proq rom etdi. Aksariyat erkaklar uni ko'rganlarida zarb yeganday dovdirab qolishadi, dedi quruqqina qilib Pauel. Uning ovozi Konradni suhbat bo'layotgan xonaga qaytardi. Albatta, dedi xayol bilan Konrad va davom etdi. U rostdan ham boshqacha, to'g'rimi? dedi. Lekin u bir pulga qimmat aktrisa, nafrat bilan gapirdi Pauel. U kinoda vaqtini bekorga o'tkazib yuribdi, dedi yana qo'shimcha qilib. Konrad ham yonini olib uning cho'ntaklaridan biriga fotosuratni solib qo'ydi. Agar sizga kerak bo'lmasa, men buni o'zimda olib qolaman, dedi Konrad. Pauel kulib qo'ydi va uning sinovchan nigohi Konradning g'ashini keltirdi. Olavering, dedi ayol. Konrad xayoli hali ham fotosurat bilan band ekani va diqqatini jamlash uchun o'zini qo'lga olishi kerakligini tushundi. Rahmat, yordamingiz uchun minnatdorman. Agar yuzlashtirish jarayonida kerak bo'lsangiz, men sizga xabar beraman. Vaqtingizni olganim uchun uzr so'rayman, dedi. Salomat bo'ling, Pauel sovuqqina qilib javob berdi va pochta bilan tanishishga kirishdi. Yo'lakka chiqiboq Konrad hamyonini ochib, yana bir bor Fransisning fotosuratiga diqqat bilan tikildi. Qizning yuzi uni o'ziga ohanrabodek tortayotgandi. U nega bunday bo'layotganini tushuna olmas va hatto ilgari qiz bolaga nisbatan biror marta bunday g'aroyib qiziqish tuymaganmi yo yo'qmi esla olmay garang edi. Menga nima bo'layapti? O'yladi u. O'zimni xuddi maktab bolasidek tutyapman, dedi o'ziga o'zi. U fotosuratni joyiga solib, shlyapasini gardaniga surdi va tishlari orasida so'kindi. Shundan so'ng liftning oldiga tez yurib borib tugmani bosdi. Lift ko'tarilishini kutarkan, u qo'lini beixtiyor yana hamyonga cho'zayotganini sezdi. U o'zini majburlab, qo'lining yo'nalishini o'zgartirdi-da, boshqa cho'ntagidan sigaret oldi. Konrad avtomobilini dorixona oldiga to'xtatganida shahar soatlari 1dan 5 daqiqa o'tganini ko'rsatardi. O'z yumushi bilan shoshayotgan tirband odamlar orasidan piyodalar yo'lakchasini kesib o'tib, telefon kabinasiga kirdi. Go'shakni Mech oldi. "Van yetib keldimi?" so'radi Konrad. "U hozirgina kirib keldi, 1 daqiqa." Go'shakdan Van Roshning ovozi eshitildi. "Yangilik bormi?" so'radi Konrad. "Ha", hayajon bilan javob berdi Van. "Men Paretti va Jordan o'rtasidagi bog'liqlikni isbotlovchi dalilni qo'lga kiritdim. Axlat qutisining orqa tomonida Jordan uyining rejasi chizilgan konvert topdim. Qalay, ma'qulmi?" dedi. Konrad past ovozda hushtak chalib qo'ydi. "Bu reja Jordanning uyiga tegishli ekaniga ishonching komilmi? Kafolat beraman. Uning uyini tasvirlab berganingiz yodimda qolgan. Qaytishda uyiga kirib tekshirib ko'rdim. Bu Jordan uyining chizmasi ekaniga hech qanday shubha yo'q", dedi Van. "Chindan ham e'tiborga molik", ma'qulladi Konrad. "Yana nima topding?" so'radi u. "Ustara charxi, lekin ustaraning o'zi yo'q. Jordanning qo'lidagi ustara Parettiga tegishli bo'lgan deb o'ylayman. Lekin buni biz yana tekshirib ko'ramiz. Bundan tashqari, xonadonning turli burchaklarida men 16 ta $100 topdim", dedi Van. "Ajoyib natija. Bu mening Parettini Maurer yo'q qilgani haqidagi farazimni asoslaydi. Paretti barcha pullari, shuningdek Floning hisob raqamini shundayligicha qoldirib qochib ketmagan bo'lardi. U bunday qila olmagan", dedi Konrad. "Men ham shunday deb o'ylayman. O'zing nima qilding?"
so'radi Van. Men Jordanning liboschisi Kempbell bilan gaplashdim. U Maurerni Junga bog'layapti. Jordan Arno xonim Maurerning ma'shuqasi ekanligini bilgan deyapti. Tabiiyki Jordan Maurer uning Arno xonim bilan ishqiy munosabatlarini bilib qolishidan juda qo'rqqan. U ba'zida Kempbellga Maurer haqida gapirib turgan. Ayniqsa mastligida. Men Kempbellning ko'rsatmalarini qasamiga tayanib rasmiylashtirib qo'ydim. Endi biz harakatni boshlashimiz mumkin, Van, dedi Konrad. Lekin sudda birgina Kempbellning ko'rsatmalari yetarli emas. Yana guvohlar kerak, dedi Van. Men hozir aynan shu bilan shug'ullanaman, keskin gapirdi Konrad. Flo Presserni bu yerga olib kelib gapirishga majbur qilaman. U Paretti Maurerga ishlaganini biladi. Uni qasamga tayantirib ko'rsatma berishga majbur qilaman. Men uning oldiga ketyapman. Sen esa okrug prokuroriga qo'ng'iroq qil. Bizda tergovni boshlash uchun yetarli asoslar bor. Balki bu ishga politsiyani jalb qilishga to'g'ri kelar. Biz yolg'iz harakatlana olmaymiz. Undan so'rab ko'r. Bugun yig'ilish chaqirganmikan yoki avval barcha ma'lumotlar bilan o'zi tanishib ko'rishni xohlarmikan? Makkin o'sha yerda bo'lish kerak. Okrug prokurori qachon yig'ilish o'tkazishi mumkinligini aniqla. So'ng Makkinga qo'ng'iroq qilib kutib turishini ayt. Telefonda hech narsani gapirma. Biz Maurerni qo'lga olishga tayyor bo'lmagunimizcha ma'lumot chiqib ketib qolishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Kelishdikmi? Hammasini bajaraman, dedi Van. Yaxshi, soat 2:30da ko'rishamiz, dedi Konrad va go'shakni eldi. Kafeda u sendvich yeb, kofe ichdi va chiqib tezda mashinasi tomon yurdi. Flo yashaydigan ko'cha bosh savdo markazi, Pacific City joylashgan hudud. Hashamatli Lawrence xiyobonidan nusxa olgandi. 23-raqamli xonadon gullar do'koni va ikki idoraning tepasidagi qavatda joylashgan edi. Konrad mashinani gul do'koni oldiga qo'ydi. U ko'p qavatli uyning yonboshidagi eshigidan kirib, tik zinadan yuqoriga ko'tarila boshladi. Tepada bu yerda yashovchilarning ro'yxati ilingan. Konrad kerakli odamni bu ro'yxatdan tezda topdi. Florence Presser, 4-qavat, C xonadoni. Lift yo'q edi. Konrad shoshmasdan zinadan ko'tarilib borardi. U 3-qavat maydonchasiga yetib kelib, so'nggi qavatga ko'tarilish uchun qadam bosgan ham ediki, yuqorida kimdir qattiq chinqirganini eshitdi. U Floni ovozdan tanidi. "Tegma menga, yo'qol!" degan ovoz keldi. Shu payt uning yurakni larzaga soluvchi chinqirig'i yangrab, birdan ovozi uzildi. Konrad qurol olmagani uchun o'zini la'natlab yuqoriga yugurdi. U 4-qavatning maydonchasiga chiqqanida Floning eshigi qiyo ochiqligini ko'rdi. Eshik to'satdan ochilib ichkaridan baland bo'yli baquvvat erkak chiqqanida Konrad maydonchaning o'rtasiga kelib qolgandi. Shlyapani bostirib kiyib olgan erkakning ko'zi Konradga tushib, qahrli yuzi battar bujmayib ketdi va qo'lini paltosi ostiga uzatdi. Konrad unga tashlandi, biroq raqib to'pponchani olib ulgurdi va polni chalib yiqitishga urindi. Yiqilayotgan Konrad uning jig'iga musht tushirishga va uni o'zi bilan birga pastga tortib ketishga ulgurdi. Ular bir-biriga yopishganicha polga yiqilishdi. Bir muddat ular ovoz chiqarmay mushtlashishdi. Birinchi bo'lib notanish kimsa oyoqqa turib olishga muvaffaq bo'ldi va to'pponchani Konradga to'g'rilashga ulgurdi. Biroq Pol kutilmaganda uning oyoqlariga o'zini tashlab, uni ag'darib yubordi. Raqib orqasiga yiqilayotib, o'q uzishga ulgurdi. O'q Konradning shundoqqina qulog'i yonidan uchib o'tdi. U bor kuchini to'plab, notanishning o'ng jag'iga yana bir bor yaxshilab tushirdi. Erkak muvozanatni yo'qotib, qo'lidan to'pponcha tushib ketdi. Konrad uning qorniga qattiq zarba bilan tepib yubordi. Raqib pastga qarab quladi. 3 va 4-qavat o'rtasidagi maydonchaning tosh zinalariga boshi bilan kelib tushgan notanish kimsaning ovozi chiqmay qoldi. Konrad oyoq qo'li ikki tomonga tarvaqaylab yotgan raqibiga bir necha soniya qarab turdi. U pastga tushishga shoshilmayotgandi. Chunki bunday katta gavda bilan yiqilishda birorta odam bo'yni sinmay qolishi mumkin emasligini tushunib turgandi. Konrad Floning xonadoniga burilgan paytda politsiya mashinasining sirenasi eshitildi. U mehmonxonaga moslashtirib, didsiz jihozlangan uzun, tor xonaga kirdi. Egnida faqat qora paypoqlari bo'lgan Flo uzala tushib yotardi. Ayolning bo'yniga katta kuch va zarb bilan alpinistlar toqqa chiqayotganda foydalaniladigan yog'och sopli 3 temir kichik nayza sanchib qo'yilgandi. Joni uzilganini bilish uchun uni ushlab ko'rish shart emasdi. Ish ustalik bilan bajarilgan. Nayzaning o'tkir tig'i umurtqani teshib o'tgandi. Konrad tishlari orasidan g'ijinib so'kindi.
yelkalarini asabiy silkitib qo'lini sigaret olish uchun cho'ntagiga cho'zdi. Xonaga 2 nafar patrul xizmati xodimlari qo'llarida to'pponcha bilan yugurib kirishganida u hali ham Floga qarab turgan edi.